Bitta zapravkada 700 km probegni ders uradigan 12 avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Xudo xolasa trassada 8 km probegni ham yurib beradi. Texpasportni almashtirmaydigan, raqamlashtirilgan yangicha dokumentlari bilan 1-noyabrni kutishingiz shart emas. Bizga kelsangiz, texpasportingizni almashtirmaydigan dokumentlari bilan cho'tkisini uстановka qilib beriladi. Old qismiga original jihozlari bilan 4-pokoleniya propan gaz uстановka qilib berildi. 65 talik Belarusda ishlab chiqarilgan gaz balon. Blok upravleniyamiz Alex Optima Pico blok upravleniyasi original Polshaniki. Elektron sistema, map datchik, suv datchik, ключателgacha Polshaniki hisoblanadi. Farsingamiz высокоскоростной original ADAX farsingga uстановka qilib berildi. Hech chiqarmaslik uchun fragment telasi shlankalar Atiker Trust reduktordan foydalanadi. Kimga shunday sifatli, ishonchli va tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizdan yagona talab qilinadigan narsa yagona darchadan ruxsatnoma olib kelsangiz, bas barcha dokumentlaringiz bitadi. Agar yagona darchani olmagan bo'lsangiz, uni ham shu yerda o'zimiz ishingizni bitirib beramiz. Batafsil yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlardan bemalol qo'ng'iroq qilib ma'lumot olishingiz yoki narx-navoni bilishingiz mumkin. Bu komplektatsiyani narxi kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada albatta plyus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Qanday bo'ldi mashina? Bo'ladi yaxshi. Cho'tkimi? Tavsiya qilasizmi axir? Tavsiya qilamiz, ha. Faqat zapravkaga 2 marta olib kelmash kerak.